Bugungi video obzorimizda aynan shu shkaf rakvina haqida bo'ladi. Bu shkaf rakvinamizda Turkiya mahsuloti Aquanil brend asosida ishlab chiqarilgan, razmeri 85 sm bo'ladi, eniga esa 46 sm bo'ladi. Balandligi esa 85 sm bo'ladi, standart rakvina hisoblanadi. Ko'rayotganinglarda bu rakvinamizning komplektlari rakvina bo'ladi, shkafi bo'ladi, oynasi komplektida bo'ladi va podsevitkali bo'ladi, sensorli bo'ladi. Ikkita noshkasi bo'ladi ikki tarafida va sushilkasi ham o'zida bo'ladi. Sushilkaga sochuv ilib turib, bemalol foydalansanglar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa osma qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ikkita noshkasini olib turib, osma shaklda rakvinani o'rnatib olsanglar ham bo'ladi. Bu rakvinamizdan ko'rib turganingizda ikkita tortmasi bo'ladi mana. O'zi davolchikli bo'ladi tortmasi, hamda rangiga bitta e'tibor qarasangiz, rangi ham juda ham chiroyli, neobычный rangdan qora bilan cho'qi kombinatsiya qilingan. Mijozimizning xonadonlariga shundan qo'yib berganmiz. Juda ham chiroyli, juda ham akkuratni turibdi. Videoda o'zingizlar ko'rib turganingizdek juda ham akkuratni turibdi. Kafilga ham juda ham mos tushgan. Agarda sizlarga ham shunaqa shkaflar kerak bo'ladigan bo'lsa, Rakseramik showroomga kelaverasizlar. Juda ham ko'p assortimentlarimiz bor. Yoki bo'lmasa shu raqamlarga telefon qilsanglar, sizlarga yana ham batafsil ma'lumot beramiz. Agarda sizlarga shuni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar, sizlarga narx-navosini ham aytib o'tib ketamiz.